Hammaga assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari, hammalarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Mana bir necha hafta, 3-4 haftadan keyin mana Shopmister Shoqqa yana qaytdi. Xudo xohlasa bugun yana yangi video ko'rasizlar. Va bugun payshanba soat 12da tugagan bo'lsa, texnik уже 2da уже video olishni boshladim. Men freeni o'ynadim, ko'zdan oldim. Xudo xohlasa endi bitta potif ochamiz. Xudo xohlasa agar potifda yaxshi potif chiqmagani uchun bugun ham yaxshi potif chiqmagan. Просто 3-4 hafta video qo'ymaganim uchun mayli shu potif bo'lsa ham shuni ochinglar, shuni hatto bitta video bo'lsa ham obunachilarga deb mana shu video olishni qaror qildim do'stlar. Sizlar uchun albatta. Har doimgidek bitta yaxshi potif chiqmagan. 3 dona odam kerak menga. 3 ta otsam kerak, shu jama. Marcus Rashford El Clasico'da urgan gol uchun chiqqan. Mixlab qo'ydi El Clasico'da Real Madridga. Doku Brentfordga qarshi urganiga chiqqan. Leandro Trossard albatta West Hamga qarshi oxirgi daqiqalarda muhim gol urgani uchun chiqqan. Mana shu uchovdan Doku kerak yoki Trossard. Doku, Trossard yoki Rashford. Mana shu 3tasidan hatto bittasi, ikkitasidan tutsa уже to'xtataman. Ko'p ochim kelmayapti ko'yinsin. 200 ko'yinsim bor. Bunga arzimaydi-da bunaqa pakka. 82 finishing, 90 dribbling, 91-92 speed, acceleration, balance, jumping, kicking power. Baribir oddiy o'yinchilar. Просто ancha bo'ldi video chiqarmaganimga. Shuning uchun mayli bugun mana shu potif bo'lsa mana shuni chiqaraydi. Obunachilik ko'rsin ozgina dedimda, shu uchun. Yana bugun bizga mana qo'shildi bugun. Lekin buni biza har doimgidek futbol buni bitta tekinga bermaydi. Masalan bir 2-3 marta texdan keyin bersa kerak men chaqib mana. Olmaslik ko'rsin qachon berishini. Hozir mana Messi kirlikdi. Mana qaranglar. Men o'zi 3 ta o'ynadim, endi qaranglar qachon. Mana oxirida 45-Messida beradi. 45 ga qancha bu mana? 21-kuni ochilar ekan. 28 kun ochilar ekan. 2 haftadan keyin adashmasam olar ekanmiz. 2 haftadan keyin olar ekanmiz. Mayli nima deymiz? Men maslahatim, men o'zim aytsam maslahatim, bu odam Mateus De Ligt'ni olganlar ancha foydaliroq. Men o'zim ham xudo xolisa o'ynab shu ochilgan payt men ham De Ligt olmoqchiman, chunki ko'pchilik De Ligt chunki build-up albatta showtime, bo'yi ham baland, yaxshi takriydi, shuning uchun ham build-up skillda o'zi kamdan kam o'yinchilar chiqadi. Shuning uchun hozir build-up o'yinchilar kamdan kam chiqqani uchun bizga aynan shu skilldagi o'yinchilar kerak. De Ligt ham ozgina kuchi bor, baland sakriydi. Mana headinglari bor, blocker skillari bor, acrobatic lens, fighting spirit. Ular zo'r karta chiqqan. Yo xohlaganlar buni o'ynaylar yoki Joshua Kimmich ham zo'r chiqqan, orchestrator, DMF skillda. DMF da ham o'yna oladi, desam RB da ham o'yna oladi, mana DMF, RB da ham o'yna oladi bemalol. Mana shu ikkitasidan olishinglarni maslahat berardim. Mana bu yerda one touch pass bor ekan, yo'lga berilgan pas, ping pong, crossing bor ekan. Ular mana ikkitasidan olishinglarni maslahat berardim, yoki De Ligt yoki Kimmich. Mana Kadioglu bilan o'raylik, faqat pas berishga ancha bu просто reyting uchun olishinglar bo'lishi mumkin. Maslahatim Kimmich bilan De Ligtni olsanglar o'yininglar ancha kuchayadigan umiddaman. Mayli ko'p qilmaylikda potif ochamiz xudo xolasa. Mana bizga mami ham keldi bugun. Bundan bizga qancha ochishga berar ekan bizga bu? Maksimum 8 ta free berar ekan. Menimcha har kuni bersa kerak kirishga. Bitta ochdim yo'la menga. Kristvit tushdi. Ili bitta Drogba, ili 3 ta yonida highlights. Romelu Lukaku, Barry, ili Emga dam shunaqa ekan ismi. Shu highlights ham bor ekan. Mayli xudo xolasa hozir potif ochib ko'ramiz. Ketdim, bir free olganman. Ketdi mana kim chiqadi? Doku, Rashford, Trossard. Ya bizga eng pastdan berdi, Maximilian Bellayer berdi. Mayli, endi ochamiz 100 coinsga.
Yana Sportingdan beryapti. Eng pastlardan beryapti. Mayli endi hatto Trossardmi, hatto Rashfordmi tutsa zo'r bo'lardi. Doku ham yomon emas. Markus Rashford do'stlar, nihoyat Markus Rashford. Hatto bittasi tushdi, mayli, bittasi tutsa ham mayli. Buni albatta qo'yib ko'ramiz. Markus Rashford tushdi bizga. Markus Rashford. Nima qilamiz? Mana pozitiv sostavga kirib qolganman. Albatta yana bitta sizlarga anaqa bizning kirishimizga, shu eFootball kirganimizda texdan keyin bizga Ferran Torres va Zelenskiy kartasini bizga free ga berdi do'stlar. Pots kartasini bizga free ga berdi. Gol pochi Ferran Torres mana 91 dribbling, finishing 87, acceleration bor, speed bor, kicking powerlari zo'r, balans, stamina hammasi joyida. Buni skillari double touch, long range curl, hell trick, first time shot, one touch pass. Super sub zamirdan tushizmay o'ynaydigan o'yinchi ekan. Super sub. Buni biladigan biladi. Bu bilan bu kartasi 100 bo'lar ekan. Bizga mana Zelenskiy kartasi berdi. Hall player bu joy qiziqimiz bo'lgani uchun men tekshirib turmadim. Mana namchi hamma olgan buni, hammaga berdi bu Ferran Torres kartasini. Aynan yangi boshlaganlar uchun, yangi akkaunt ochganlar uchun bu Ferran Torres juda zo'r karta hisoblanadi. Ya'ni yangi foydalanuvchilar uchun juda zo'r bo'ladi. Oddiy o'yinchilar uchun, ana akkauntida yaxshi o'yinchilar bo'lgani uchun bu kerak o'yinchi. Mayli bilan sinab ko'ramiz. Hozir buni ham sinab ko'ramiz, Rashfordni ham sinab ko'ramiz hozir. Qani edi Rashford, Markus Rashford mana. Hozir. Bu nimaga u 100dan xato 100dan bo'lmadi-ku. Bu ham 9 bo'lar ekan. Buchi. Qanaqasi kelib, nima qilsam ekan? Mana shunaqa o'ynab ko'raylik deb mayli. Mana. Qo'ldagi mencha skilldan sinaqa ko'ramiz sxemada. Mana yangi olgan o'yinchilarimizni qo'yib oldik. To'g'ri, mana ham qo'yib oldik deb mayli becharodasi. Mana bitta, bu ham yangi bergan, bu ham yangi o'yinchi. 3ta, 4ta o'yinchi mana oldik. Xudo xolisa mana hozir hammasini bitta sanab ko'ramiz o'yinda hozir. Albatta divizionlarni sanab ko'ramiz. Ketdi mana. Ko'ramiz kim tushar ekan. Tezroq top. Yo'q, topish qiyin bo'ldi. Ular sizlarga kim tushdi pozitivdan? Agar ochgan bo'lsanglar, albatta kommentariyga yozib qo'yinglar kim tushganini. Menga ko'rganinglarda, menga faqat Rashford tushdi, yaxshi o'yinchilardan. Sizlar kim tushdi kommentariyga yozib qo'yinglar. Keyin agar omadlilar bo'lsa, Dragbani bitta o'shaganlar bormi? Didi Dragbani bitta free o'shaganlar bormi? Mana raqib topdi. Albatta kommentariyga yozib qo'yinglar omadlilar bo'lsa. O'z raqibimiz kim? 3241. Bilinglar do'stlar, 3241 bilan o'ynaymiz. Yo-mayo. Namzakan mana uning akkaunt qaraylik mana. Qanaqa akkaunt? Messi, Cruyff, hujumga qaraylar, Showtime, Holland, Ruminich, himoya sal bilarga, menimcha bu ton Cafu bilan berarsa sal bilarga lekin o'tib ketsa bo'ladi. Okay, Viktor Osimhenni kayfiyati yuz ekan, buni Kishanni tushiramiz Osimhenni. Hugo'ni ham kayfiyati yuz ekan, Ferran Torres, Rashford kayfiyatlari zo'r. Mayli ketdik, sinab ko'ramiz. O'z to'g'risi putif umuman ochim kelmadi, chunki yaxshi putiflar kelmagan. Endi prosta anchadan beri video qilmayapman. Shuning uchun mayli barcha videoni ko'rsin deb ochdim. Shuning uchun albatta videoga like bosib qo'yinglar, kommentariyaga yozib qo'yinglar o'z fikrlaringizni video haqida va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kanalga albatta podpisatsiya bosib qo'yinglar do'stlar, chunki 47 ta bo'ldik. Yana 3 ta dona qoldi 50 ta bo'lishimizga. 50 ta bo'lgandan keyin biz stream qilamiz, xudo xolasa. Streamlarda bu yoqqa divizion o'ynaymiz.
Streamda pakka ochamiz xudo xohlasa, open paklar qilinadi streamda xudo xohlasa. Uning uchun albatta stream ochish uchun nima qilish kerak? Kanalga obuna bo'lish kerak do'stlar. Xullas, esdan chiqmasin, kanalga obuna qo'yinglar. Let's go. Yaxshi, Ferran Torres o'tmadi Ferran Torresga. Shotterberg, Holmand bas xato ketdi. Albatta Ruminiya jurmasi kim uradi? Ko'p umuman o'tmayapti. Blitzkriegmi deyman? Ha, Blitzkrieg dedimiz ham. Messini Blitzkrieg qilamiz. Mayli. Ketdi. Trent, Schlotterberg, Holmand, Trent, Rashford, Bruno, Torres. Men ismini bilmadim. Kim edi ismini? To'liq o'qimadim. Yaxshi. Kimga beryapti mana Gehi? Uradi deb boshqa nima qiladi? Yaxshi urolmadi. Endi akkaunt ham 3241 deydi do'stlar. Bu akkaunt yutish uchun bilmadim nima qilish kerak. Tep bordi-ku. Aynan. Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold, Hojlund. Kimga beryapti? Men bunga bosmadim-ku. Yaxshi. Qaq ketib qolyapti bular, koptok kelmasdan, ha? Ketdi Ferran. Yangi o'yinchi. Mana yangi o'yinchi, ismini bilmadim. Ismini yaxshi o'qimadim. Jag'idon ismini Sportingdan tushgan, Celticdan tushgan adashmasam. Dayze Maeda ekan. Debyut o'yinida debyut gol. Yaxshi. Qanaqa debdi hozir? Holland. Nima tushunman? Tez deb kutib turmasa. Trent olib qo'ydi, easy olib qo'ydi Trent. Olib qo'yolmadi, lekin ko'pda bizda kimga tepyapti shotdir? Voy, o'tib ketdi lekin olgani golida ishoninglar. Fint qilmoqchi edim. Voy, to'solmadi-da. Nishonlayaptim. Men nishonlamadim-ku. Raqib o'zi atalab unisini yesa. Men nishonlanmadim gol urganimda. O'zidan ko'rsin endi. Absolutniy win deb qo'yibdilar. Raqibimiz bir-bir qilib nishonlayaptilar o'zlaricha. Mayli, akkaunt ham endi qo'liga payt gol uradigan akkaunt. Ketdi mana necha. Men mashinasi yomon-da, qo'ling haqi ketib qolish. Boshqa to'g'ri pas keyin bosh tomon ketib qoladi pas. Qaqi ketyapsan. Yugur, nima yugurmaydi bular? Yaxshi, Samba. Yugurmayapti o'yinchilar вообще, bilmayman, nol emas. To'g'ri eplab pas ham bera olmaydi bular. Uzoqqa tepolmaydi bu Vartar yoki o'yinchilar ham uzoqda emas. Anqaralar.
Kimsan Bruno Fernandes shunaqa pas berdi, o'zi endi boshqadan nima kutasan? Ferran, ber. Voy onangni, Nesta paket qo'yib qoldi, sen tepardim man, Nesta paket qo'yib qoldi. Voy, azizligim yetmadi. Azizligim tezroq harakat qilganda tepishga ulgurardim. Ketdi mana pas. Torres ikkinchi qavatda yaxshi, lekin yaxshi Torres yomon emas, yaxshi tepyapti. Aniq tepyapti muhimi. Gol ham urish kerak lekin aniq tepganga yarasha. To'g'rimi? To'g'ri. Ketdi mana. Ketyapti. O'zlaricha birga bo'lishib ketmoqchilar. Xudoyim. Offside. Nishonlayotdi o'zlaricha. Asadlik ko'rinib turdi o'zi. Samba tepdi. Torres. Tep qo'yganini qara. O'zim ketyapti-da birga bir Torres. Rashford nima o'ynamayapti bu tomonda, chunki Koptomin kelmayapti. Mana endi keladi. Voy onangni. Yaxshi Shutterberg. Torres yoqqa pas berish kerak, yaxshi. Tez kelib qoldi-da, вообще odam pas berishga ulgurmayapti. Tez bersa yugura olmaydi, sekin bersa kelib qoladi raqib. Nima qilish kerak bilmayman. Onangni So'pon Qo'monsiga zaxira qilmoqchi edim. Esimdan chiqardi zaxira qilish. Mana bunaqa bo'ladi nishonlash, mana bunaqa bo'ladi ukam. Marcus Rashford. Mana bu nishonlash, o'zlarincha boya bir-bir qilib nishonlab o'tdi. Keyingi hujumdagi Mayeda bitta gol, bitta assist qildi, lekin gap yo'q, yaxshi o'ynayapti. Bir gol, bir assist qildi. Endi berib qo'yish kerak emas hisobni. Berib qo'yish kerak emas. Yaxshi, Gehi. Bizdan tepa olamiz, boy tepa oladilar o'zlaricha. Raqibimiz. Lekin bu tepa olish kerak edi. Ketdi mana Mayeda ama ketdi. Dubl. Aytdim-ku, mana internet vash qotdi desam urardim shuni hozir birga birda. Yomon qotdi internet, qaranglar, kech berishini. Vash qaranglar. Voy, bu internet qachon bizga to'g'rilanar ekan, bu internet. Mayli, muhimi yutdik. Mayeda eng yaxshi o'yinchi bo'ldi desam. Aytdim, Dyson Mayeda yaxshi o'yinchi bo'ldi bizda. Bizga ikkita free berdi nimagadir, qaysi akkauntga, qaysidir pakka. Mayli, muhimi yutdik, lekin internet shunaqa parod qildi, ko'rdinglar. 705 oldi. Dyson Mayeda eng yaxshi o'yinchi, keyin Rashford, keyin Torres. Eng yomon ball Bruno Fernandes ekan. Mayli. Muhimi yutdik. 3241 akkaunt yutdik do'stlar. Bizga nimadir berdi qaysidir pakdan. Dragbadan ikkita free berdi. Mana ochamiz Dragbani. Agar hozir Dragba tushsa, Dragba mabodo tushib qolsa, hozir ocham bitta berdi, biz ikkita emas, hozir tushib qolsa uni ham bitta gameplay qilamiz albatta, lekin tushishi juda kam, ehtimoli juda ham kam. Mayli, ketdi Dragba. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi.
Albatta tushishi juda ham kam dedim-ku ehtimoli. Gabriel Avalos tushdi. Buni skilli nima ekan? Bullet Header. Bullet Header ekan. Buni olish kerak. Aynan meni skillimda. Ya'ni men o'zi ikkita sxemada o'ynayman. Ya'ni 3 ta sxemada. Mana hozir ko'rsaman sizlarga. Gameplay. Bu mana asosiy tarkibim bu. O'zi o'ynaydigan sxema. To'liq 2-2. Или men o'zim hozir payt o'ynayotgan o'ynaqam. Bullet Header skillda o'ynayman. Mana hujumda ikkita Bullet Header ham turibdi. Darwin Nunes bilan Shevchenkoni Bullet Header qilib qo'yganman. Masalan, ko'rsam mana 228 ta o'yinda 176 ta gol, 46 ta assist. Gol poacher. Mana qaranglar. 93 finishing, heading 91. 91 speed, jumping 92, physical contact 92. Aynan Bullet Header skillda kuchaytiraman, shuning uchun reytinglari past. Bu ham gol poacher 603 ta o'yin o'tkazgan, 142 ta gol, 91 ta assist. Hujumchi uchun bu juda zo'r narsa. Juda zo'r manaqa natija. Ketdi buniki finishing 91, heading 94, или speed 94, kicking power 91, jumping 93, physical contact 92, stamina 93. Bitta Bullet Header turibdi bu yerda. Или menga aynan kerak bo'lgan o'yinchi bu albatta Bullet Header skillida. Didier Drogba kerak menga. Ochishim kerak albatta. Hozir o'ynayman. Menga ikkita 3 ta free beradi yana o'ynashimga. Xudo xohlasa tushadi. Agar tushsa, unga ham bitta gameplay qilaman xudo xohlasa. Keyingi videoda xudo xohlasa Drogbani ham o'ynatib ko'ramiz. Keyingi videoda xudo xohlasa. Albatta video chiqaraman Drogba uchun. Agar tushsa agar. Tushmasa demak video yo'q. Mayli, hammaga kattakon rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlarga albatta kattakon rahmat. Kommentariyada albatta sizlarga bitta o'z kommentariy yozib qo'yaman. Kanalni qo'llab-quvvatlash uchun bemalol donat qilsanglar bo'ladi. Xohlagan summanglarni. Hammaga kattakon rahmat. Sog', salomat bo'linglar.